Assalomu alaykum, hurmatli gruppadoshlar, fikr gruppadoshlar, aka-ukalar, assalomu alaykum. Sizlar salomatmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Aka-ukalar, sizlardan iltimos bir murojaat qilishga aytman. Shunday yig'ildim, masjiddan harakat bo'ldi. 10 kun bo'ldi mana bugun Qavaliyanda yong'inida yotibman og'aynilar. Qo'llarimizdan kelgancha bir yordam qilinglar, akalar, ukalar. Oyoq operatsiyadan chiqardim. Shularning pulini so'rayapti. 9 ming so'm bo'ldi qo'yilgan temir stenti. Doktor narkoz pullari bo'lyapti. Men uyni sotib qo'ydim, aka-ukalar, iltimos sizlardan sotilmay turibdi. Inshaalloh albatta qaytaraman. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Shu Karamat aka hajimizda qo'llab-quvvatlab yuring. Karamat akaga nasib bo'lsa qo'llab-quvvatlab yuringlar akalar. Qo'llaringizdan kelgancha buyursan yordam qilib turinglar akalar. Iltimos sizlardan muhtoj bo'lganimda noilojligimdan so'rayapman akalar. İnşallah Alloh taolo ko'rib turibdi sizlarni. Inshaalloh birlaringizga men beradi nasib bo'lsa. Karamat akani qo'llab yuringlar, iltimos sizlardan.